Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Yaponiyada 2007-yilga kelib, hozirga qadar Yaponiyada o'z faoliyatini olib borayotgan yurtdoshimiz Said Ahror aka bilan eksklyuziv intervyu qilamiz. U kishi Yaponiyada o'qish bilan kelib, bugun birin-ketin u kishini Yaponiyadagi faoliyatlarini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ana bizda har oy bitta davlatni tanlaymiz bog'chada. Masalan, O'zbekiston tanlanadi. O'zbekiston haqida bular o'zbekcha ashulalar aytishni boshlaydi. Ko'rgan edim, sizga jo'nataman. Masalan, she'rlar, ertaklar o'qiydi. Hammasi ingliz tilida, o'zbek tilida. Keyingi oy Filippins. Masalan, keyingi oy Xitoy. Har oy bolalarimiz bitta yangi davlat o'rganadi. Bu ya'ni geografiya, bu tarix, bu qadriyatlar qanaqa, ya'ni yonidagi bola o'zbekmi biladi-da, bu musulmon. Musulmonlik nimaligini ham bilishadi. Yaponlar shu biladi, chunki cho'chqalish mumkin emas. Ya'ni Xitoyliklar bunaqada sekin-sekin do'st bo'lishadi. Shunga ham yaponlar xohlab bizga olib keladiki, international. Ya'ni biz British emasmiz, American emasmiz, ya'ni native, ya'ni o'sha ingliz tilini tug'ilgan davlatlarni o'qituvchilarni olib kelmaymiz, lekin bizda internationalda, ya'ni xalqaro. Bizda Aziyadan ham, Osiyodan ham bor, Yevropadan ham bor. O'qituvchilar bor, induslar bor. Mana biz ham o'zimni olib kelganimda shu bolalarim ham birinchi marta induslar kim, xitoyliklar kim, karslar kimligini taniganda, chunki faqat yaponlarni ko'rsa, mani atrofimdagi dunyo ham yaponcha ekan deb o'ylaydi. Mana bu ikkinchi xonamiz, bu asosiy xonamiz, ya'ni bu yerda ofis ham bolalarni o'qitadigan joyimiz. Bilsanglar, Yaponiyada joy juda ham qimmat bo'lgani uchun tig'iz. Bu ofisga biz oyiga 300 ming yen to'laymiz. 300 ming. Sanjuman to'laymiz. Bu degani 2 ming. Mana bu yerda mana ko'rsanglar, uxlaydigan nimalargacha bor. Nimaga kravat qo'ya olmaymiz? O'zbekistonda mana alohida xonasi bo'ladi kravatlar uchun, lekin bizda mana joy tig'izligi bo'lgani uchun shu yerga yotkizamiz, shu yerda uxlaydi, yig'ishtirib shu yerda ovqatlanadi, shu yerda o'ynaydi. Bugun bolalarni ko'rmayapman. Bugun qanaqadir dam olish kuni, qanaqa kun? Shanba, yakshanba dam kuni. Bu yerda o'sha dushanbadan jumagacha soat ertalab 9 dan ochiladi va asosiy darslarimiz 3 gacha o'zi. Tabiiyki 3 gacha tugaydi. 3 gacha tugaydi. Kim agar cho'zdiraman desa, unda yana 2 soat qo'shib berishingiz mumkin. 5 gacha. Bu yana alohida haq uchun pul to'lanadi. O'zi so'ramoqchi edim. Bu yer hozir sovuq, konditsionerlari ishlaydi. Boshqa kunlari. Bugun endi hammasi o'chirilgani uchun hozir kirib kelganimiz ozgina sovuq, lekin hamma narsa bolalar uchun. Bu yerga misol uchun men oilalayman va farzandlarimni shu bog'chaga qo'ymoqchiman. O'z summalari qanaqa bo'ladi? Summalari bizda Ninkagai, nima degani Ninkagai? Agar siz bizni bog'chaga bolalaringizni bersangiz, davlat sizga 37 ming beradi. Davlat tomonidan plyuslari bor. Ya'ni siz bizga 74 ming berasiz, davlat esa har oy sizga 37 ming qaytarib beradi. Feedback. Ya'ni o'shaning orasidagi 30 ming, 35 ming faqatgina to'laysiz. Bu boshqa international schoolga nisbatan ancha arzonmiz. Shunga ham bizda juda ham ko'p talab. Va bu hamma international schoollar ola olmaydi bu narsani. Alohida dokumentlar topshirib, hammasini o'tkazganmiz. Ya'ni mana shu do'stim Rio degan do'stim bilan ochganmiz. O'sha bola hammasini harakatini qilib, shunaqa sistemaga kirgizgan. Shu 37 ming yenni har bir ota-ona har oy oladi. Bu Yapon chetida farqi yo'q. Bizlarni bog'chaga bergani uchun. Demak, bu juda ham zo'r ekan. Bu o'sha ota-onalarga ancha qulaylik yaratadi ekan. Qulaylik bo'ladi, ham arzon bo'ladi. Ya'ni 35-40 ming maksimum to'lashga o'rganadi. Demak, hozirgi vaqtga umumiy hisobda nechta bo'lganini bir vaqtga ola olasizlar? Bizda hozir umumiy hisobda 65-70 tacha bola bor shu ikkita filialimizda. Ya'ni undan ko'p ola olmaymiz. Nimaga? Chunki davlatda o'zini standarti bor. Har bir bolaga kamida 2 kvadrat joy kerak. Hozir 2 kvadrat joy har bir bolani hisoblaganingizda shunaqa joyingiz bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu joyingizga masalan 50 ta qo'ysangiz,
mumkin emas. Masalan, davlat standartiga javob bermaydi. javob bermaysiz va tekshirganda sizni yopib tashlashi mumkin. Shunga biz ikkinchi filialni ochishga majbur bo'lganmiz. Nimaga? Chunki talab ko'p. Va har bir bolaga qanaqa nechta joy, nechta o'qituvchi bo'lishi kerak, ularning litsenziyasi qanaqa bo'lishi kerak. Mana bu yerda hamma narsa ikkita eshik bo'lishi kerak. Mana hozir ko'rgan bo'lsanglar, birinchi eshikdan kirdik va birinchi xonamizni bu ham eshigi bo'ladi. Bir narsa bo'lib qolsa, bitta exitga, ya'ni eshik chiqishga, ikkinchi eshikdan bolalar chiqib ketishganida yer qimirlashlar bor, pojar bo'lishi mumkin. Yaponiyada har xil situatsiyalar bo'lishi. Situatsiyalarga qarab shu narsani tekshiradi. Qani sani talabga javob beradimi? Talabga javob beradi. O'shandan keyin sizga litsenziya beradi. Litsenziyasiz bu yerda ishlamaymiz. Yaponiyada juda qiyin. Shu narsaga qiyin. Noto'g'ri qarab qolganlarga tiqilib qolib, masalan basseynda cho'kib ketganda bo'lgan, u bog'chalarni yopib tashlaydi. Juda qiyin. Shunga biz ehtiyot bo'lib, o'qituvchilarni ko'proq qilib o'sha qarab turadigan, ayniqsa o'sha 2-3 yoshlarda. Bu narsaga yeb qo'yishi mumkin, noto'g'ri urib qo'yishi mumkin, bir-biri bilan o'shalarni ehtiyot bo'lib qarab turamiz. Ya'ni yoshi kichkinalarga biz qimmatroq olamiz narxi, chunki ularga talab katta. Ya'ni ularga e'tibor o'qituvchi bitta yoki ikkita ko'proq bo'ladi, 4-5 yoshlarga nisbatan. Shunga biz 2-3 yoshlilarga masalan 80 ming, 85 ming bo'lishi mumkin, lekin o'sha 5-6 yoshga to'lganda 70-75 mingga tushadi. Shu yerga yana savol tug'ildi. Hozir aytdingiz, cho'kib ketgan bola dedingiz. O'sha nima deydi? Anaqasi nima bo'lgan? Ketkasi, natijasi. Misol bu o'sha bog'chani aybi bilan shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bog'chapani aybi bilan bo'lgan, basseynga qo'yilgan va javobgarligi qanaqa bo'lgan? Endi u sudga tortiladi, uni bog'chani shtraf soladi, ya'ni tizim qo'yilmagan, sistema qo'yilmagan, bolalarga qarash. Ya'ni haligi o'qituvchi bitta o'zi qolganda, kamida ikkita o'qituvchi bo'lishi kerak basseynda. Bittasi qadar ayrim qayerga boshqa joyga qaraganda, ikkinchi o'qituvchi buni kontrol qilish kerak. Kontrol qilib qarash kerak. Shunga bolalarga juda katta o'qituvchilarning sonini ham e'tibor berib talab qo'yiladi. Mana hozir aytyapsiz, talab bizga kuchli deyapsiz. 60 tadan ziyod bola ololmaymiz, 65 ta deyapsiz. Filialimiz ikkita deyapsiz. Shu filiallarni oshirib, yana ham ko'proq bolalarni jalb qilish deb o'ylayapsizmi, yo'qmi? Ingliz tilida bottleneck degan so'z bor. Ya'ni eng kichkina haligi o'tadigan joyi. Agar bilsangiz bu tilda eng bizning biznesning eng katta problemasi bu o'qituvchilar. O'qituvchilarni topish. Ya'ni bizda birinchidan international ingliz tilini bilish kerak, ikkinchidan bolalar bilan shug'ullanishni biladigan, ingliz tilini bilarkan deb olurganmiz, u chet elliklar bolalar bilan bilmagan. Keyin to'xtadiganmiz, bolalarni ishlatadigan, tushunadigan, o'zini davlatda bog'chapa bo'lib ishlagan odamlarni olaylik desak, ularning ingliz tili yo'q. Ya'ni shu ikkita narsani birlashtiradigan odam juda qiyin. Bizda eng asosiy problema shunda, ya'ni 3-filial, 4-filialni ochsak bo'ladi. Shu atrofda turadigan yana bog'chapalar bormi? Chunki shu joyga. Masalan, o'sha yaponlar ham bor-ku, lekin baribir international degandan keyin hamma ota-onalar so'raydi. O'qituvchilaringlar kim? Biz aytishimiz kerak. Bizda Filippinlik bor, bizda Amerikalik bor, bizda masalan italyanец bor, bizda indus bor. Shunaqa desa, o zo'r ekan. Ya'ni xalqaro ham ismi-jismiga mos. Shu joyda o'shanda bu yerga qaysi davlatlardan va nechta o'sha o'qituvchilar bor? Bizda 8 tacha davlatdan o'qituvchilar bor va ularni har doim almashadi. Ya'ni ko'plari o'zini shu ayol kishilar masalan turmush o'rtog'i ishlaydi va uyda o'tirib qolgan, masalan bog'chapa bo'lsa, biz ularni taklif qilamiz. Ya'ni agar o'sha turmush o'rtog'i bu davlatdan ketish kerak bo'lib qolsa yoki ishi o'zgarsa, u odamlar ketishga majbur bo'ladi, chunki ularning vizasi ham turmush o'rtog'iga bog'langan. Va shuning uchun biz almashtirib turamiz. Mana hozir yangi Buyuk Britaniyadan keldi bitta qiz. Uni oldik. Uni o'rniga eronlik bitta qizimiz bor edi. U ketdi, o'rniga polshalik bir ayolimiz bor edi. U ham o'qituvchi, zo'r o'qituvchi edi. Masalan, bolgariyalik bitta o'qituvchimiz bor. Filippinlik ikkita o'qituvchimiz bor. Indus ikkita, nepallik bitta va yana anaqa Nova Zelandiyalik. O'zbek bog'cha opalari ham bormi, yo'qmi?
bo'lgan. Birinchi ochilganda Guli degan bir qizimizni olganmiz. Juda zo'r qiz bo'lgan. Haqiqatda bizga yordam berib, biz ham bilmaganmizda sistema, tizim qanaqa ishlaydi. U bolalar bilan ishlagan bo'lgani uchun O'zbekistonda Guli degan qiz bizga bog'cha bo'lib, u hozir Amerikada. Amerikaga ketib qolgan. Chunki boshida indoneziyis bilan va Guli o'sha o'zbekistonlik qizni olib birinchi bog'cha bo'lib, mani bolalarimga bog'cha qilishgan. Birinchi ochganimizda 5 ta bola bilan ochganmiz. 5 ta bola, o'shaning ichida bittasi mana o'sha 5 ta boladan hozir 65 taga ko'tarildi. Shunaqa. Zo'r rezultat. 2014-yil ochilgan deysiz. 2015 dan hozir 2008 yil. Bu yaxshi. Shu joyga o'zbek qizlarida ham shu Baytol Toshda bu yerga ishlab taklif qilib bo'lmaydimi? Misol uchun o'zbek qizlar inglizchani ham biladi, yaponchani ham biladi, yana bolalar bilan ham chiqishi oladi-da. Hozir oxirgi vaqtlarda o'sha Yaponiyaga o'zbek qizlari ham ko'payapti. Marhamat, bizda e-mailimni beraman. Veb-saytimiz bor. E-mailga yozib CV'larini jo'natsa, rezyumelarini biz albatta olamiz. Albatta olamiz. Bizning asosiy talablarimiz nima? Bog'cha bo'lgan bo'lishi kerak. Tajriba. Iloji bo'lsa. Yoki o'zini bolalari bor, ya'ni bolalar bilan tajribasi bor. Bolalar bilan ishlay oladigan ayol yoki erkak kishi ham bor. Ikkinchisi, biz olganda birinchi bo'lib trial deymiz, ya'ni sinov muddatiga olamiz. Bir hafta. Bir hafta ko'ramiz. Chunki ko'plar aytgan va bog'cha qilaman, zo'r bilaman, bolalar bilan zo'r ishlay olaman deydi-yu. Birinchi kundan bilasizda, bolalar o'zi aytib beradi. Biz bolalardan feedback olamiz. Ana men bu o'qituvching qanaqa yaxshi ketadi, o'zi olib ketadi. Bir 60% bo'lmaydi desa, bu o'qituvchini shunday chiqazib qo'yadi. Bizning asosiy jurilarimiz bolalarni o'zi. Demak, Yaponiyadagi o'sha o'zbek qizlar uchun ajoyib taklif menimcha. Agar kimdir ishlamoqchi bo'lsa, marhamat, kelinglar, bog'laninglar. Intervyudan o'tkazamiz, bir hafta sinovdan o'tkazib, agar yaxshi bo'lsa, bolalar sizlarga yes desa, sizlarni olamiz. Qani endi xohlasanglar ikkinchi filialimizga boramiz. 5 minutlik yo'l. Shu yerda ikkinchi joyni topib arendaga olganmiz. Bunisi yangi bino hisoblanadi. Shu yerga borib hozir aytganimizdek fil va delfin gruppasini ko'rsatamiz. Qayerda bu qanaqa xona? Bu mana ikkinchi filialimizning birinchi etaji. Bu yerda Elephant gruppasi, ya'ni fillar gruppasi, 4 yoshdagi bolalarning xonasi bu. Xona juda keng. Juda keng. Bolalar ham zo'r ekan. Filialga nisbatan yangi, remontlari ham yangi. O'zimizning dizaynga qarab, chunki bizning logo ham yashil, boshqa rang bo'lgani uchun devorlarni shunaqa rangda qilganmiz. Mana bu yerda bolalarni qo'lda ishlab chiqargan qo'l mehnatlarini qo'yamiz. Agar bilsanglar, fevralda bu Xitoy yangi yili va shunga Xitoy drakoni qo'l mehnatida qilishgan. Hozir mashqlarni olsa, hozir mana shu 4 yoshli bolalar kelganda, shu 4 yoshli bolalar qilishadi. Yilgan. Shu aytganimdek har oy bitta davlatni tanlab, o'sha davlatda o'rganib chiqadi. O'rganib, mana shu qo'l mehnatlarini ham qilishadi. Hali 4 yoshli bolalar. O'zbekistonda masalan lola qizg'aldoqlar qilishgan. Masalan Filippinda agar bilsanglar tuk-tuk o'sha nimasi bor. Avtobus bor. Shunaqa yasashadi. Har xil narsalar. Yaponiyada masalan sakura bo'ladi. Aprelda mana sakurani daraxtini yasashadi. Shunaqa nima qilib har oy qanaqadir yangi mana davlat China nimasini o'shaga. Mana bu anaqa Xitoy devori, buyuk devori. Shu bolalar chizganda bo'ldi. Bolalar chizib, yasagan. Shu narsalarni yo'q, hali 4 yoshli bolalar shunaqa ishlarga qo'ldan kelyapti. Biz iloji boricha harakat qilamiz. Kognitivniy deydi, ya'ni qo'l mehnati bilan bir narsa qilish, faqat o'qish, faqat yozish emas, bir narsalarni yasash, qiziqtirish. Mana masalan, mana magazin o'yini. Ya'ni bu yerda bitta bola sotuvchi, ikkinchi odam oluvchi. Ya'ni bu yerda moliya haqida, pul haqida o'rgatamiz. Ya'ni qanaqa qilib masalan narxni tushirish, nima narsani olish, biz masalan pishirishni ham o'rgatamiz. Bolalar kichkina narsalarni, masalan, tort qilishi, bir narsani kesishi, qaychini bilan ishlatish, o'sha kognitivniy mehnat ishlarini, bizda mehnat darslari bo'lardi. Xuddi shu narsani Yaponiyada. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Mana sizlar ko'ryapsizlar. O'zbekistonga ham bog'chaga shunaqa tarbiya beradimi, yo'qmi? Men hozir O'zbekistonga bilmayman, jarayon qanaqa kechadi, lekin bu yerdagi jarayonni ko'rib, "Vau" deyman, dahshatda.
bola agar hozir yoshligidan shunaqa tarbiya olsa, tasavvur qiling, keyin katta bo'lgandan keyin u qanaqa bilimga ega bo'ladi. Hozir hali 0-klass desangiz ham, 0-klassdan shunaqa uje dunyoqarashi keng bo'lib rivojlanyapti-da. U keyin katta bo'lgandan keyin qanaqa natijalarga erishishni taxmin qilsalar o'zi yetadi. O'zbekistonda kimda qiziqish bo'lsa, iltimos bizga chiqinglar. O'zbekistonda har bir press-klubda filialni ochishingiz mumkin. Agar haqiqatda yaxshi partnyor, yaxshi joy, yaxshi sharoitlarni topa olsak, niyat bor. Yaponiyani programmasini O'zbekistonda ochib va shuni maktablargacha olib borish bo'ladi deb o'ylayman. Oxirigacha. Samarqandga buni Agar yaxshi investorlar, yaxshi partnerlar topa olsak. Ya'ni bu joy bizga berilmagan boshida, o'sha aytganimdek, bu yerda o'sha o'g'lini dadasi turgan, dadasi 2 yil oldin olamdan o'tib qolgandan keyin biz olib shu yerni remont qilib, mana yerda zina ochtirib, biz zina ham bo'lmagan. Menimcha bu yer ham yopiq bo'lgan-a? Yopiq bo'lgan. Ochtirgan. Ha, yopiq bo'lgan, olib tashlab bitta qilgan. bitta qilganmiz. Mana bu yerda katta mana televizorlarimiz bor. Masalan, qanaqadir narsa qo'yib bersak, projektor mana proyektorlarimiz bor. Mana shu proyektorlar nimalarida tushirib ko'ryapsizlar, hali bola yosh. Bitta bolaga yoshligidan shuncha e'tibor. Dahshat. O'shada investitsiya. Bu yerda kichkina tualetlarimiz masalan bolalarga qiynalmaslik uchun Hojatxonalari ham bor. mini tualet. Bitta ko'rsatib o'ring. Aka, bitta ko'rsatib o'ring. Mana bu yerda mana qo'l yuvadigan kichkina nimalari. Shu. Bolalar. Yaponiyada asosiy urg'u tozalikka beriladi, bilsangiz, shu yoshlikdan qo'l tozaligi, sanitariya, atrofdagi bo'ladigan tozalikka e'tibor beriladi va shu narsa uchun bizda bu davlat tomonidan standartdan berilgan. Qo'l yuvish majburiy bo'lishi kerak. Davlat standarti bu razmer. Shunaqa. Ya'ni qo'l yuvadigan joylari bo'lishi kerak, tualetlari bo'lishi kerak. Va shu narsa o'qiydigan joyda shu narsa majburlab qo'yilgan. Davlat tekshiradi. Bu standart Kontrol. Mana bu qanaqa xona? Bu o'sha o'qituvchilarni dam oladigan xonasi, yozuvchilar. Tak jumshada. Chunki bu yerda mana ota-onalarga har oy biz report qilib beramiz. Bolang qanaqa bo'ldi? Nima o'zgardi? Nima yaxshi ish qildi? Nima yomon ish qildi degan narsani ota-onalarga qilib beramiz. Chunki har bir ota-ona bilgisi keladi, bolasi qanaqa rivojlanyapti. Oldingi oyga nisbatan qanchalik o'zgardi, qanchalik yaxshiroq bo'ldi. Buni kontrol qiladi. Shu narsani yozib, shuni nima qilinadi. Mana bu yerda bizda o'zimizda kalendarimiz bor. Har yili chiqaramiz. Shu ota-onalarga keyin podarka qilib beramiz. Ya'ni bu yerda mana har bir oyda nima ishlar qilishlaringiz. Mana bu sizdan menimcha. Yo'q, bu o'sha bolgariyalik o'qituvchimiz. O'sha va har oy oxirisida, har juma 4-haftaning jumasida biz prezentatsiya qilamiz. Ota-onalarga bolalar o'rgangan narsasini prezentatsiya qiladi. Ya'ni public speaking, nutqlik bo'yicha sekin-sekin rivojlanadi. Ashulalar aytish, boshqa nima qilish. Va shu har oy mana bu yerda mana nimaga qishloqqa Chiba prefekturasiga borib narsa ekishadi. Kartoshka, har xil turuk nimalar. Mana bu yerda Yaponiya. Ya'ni aprelda sakurani nimasi nishonlash. Mana bu yerda December degan masalan anaqa yangi yil mana tortlar qilamiz. Bo'sh birga pishirishadi. Pishirishmaydi, kremini surib yasatishadi. Mana bu kuzgi nimamiz, yig'ilishlarimiz. Va mana shunaqa har oy o'zimizni nima Halloween bolalar kiyimlar kiyib nima qiladi. Bu yerda mana prezentatsiyalar qilib, ashulalar aytishadi, she'rlar aytib berishadi va sekin-sekin shu narsani o'rganadi. Ya'ni boshqalarning oldida duduqlanmaslik, o'zini to'g'ri tutish, titramaslik va shu narsalarni o'rgatiladi yoshlikdan. Ya'ni bizning asosiy nimamiz ham lider qilib tanlash, ya'ni lider o'zini munosabatini to'g'ri tasvirlab, ifodalab berish haqida bo'lgani uchun shu prezentatsiyalar qilamiz. Majburiy. Boshida yig'laydi, siqiladi, boshqa qiladi. Sekin-sekin bir yilda o'zgarib ketadi. Ana o'shani ko'rib, ota-onalar xursand bo'lib, olib kelaman yana. Boshqalarga kuch ko'ring. Ya'ni sarafanni radio qilib o'rgatadi.
tavsiya beradi. Tavsiya beradi. Hozir bu narsalar Said Ahror aka bizlarga o'zbekchaga tushuntirib beryaptilar. No, sizlar agar Yaponiyaga yursizlar, yaponcha biladi, bu jarayonlar sizlar uncha tushunmaysizlar. Hozir buni bizlarga Said Ahror aka o'zbekchaga chiroyli qilib ifodalab beryapti, dahshat. Said Ahror aka mana bu nima? Bu Yaponiyada agar bilsanglar, Men bilaman. Nimasida? Bu Yaponiyada nima deydi? Bizda haligi ko'z tegmasin, har xil balo-qazo deydi. Endi Yaponiyada shu nimasi bor. Shunaqa qilib har xil narsalar qo'yishadi, ya'ni o'zini tilaklari, o'zini Xudosidan so'ragan nimasi sifatida bir emblema. Da va bolalarni o'sha kuni bor, iyunda o'sha nimani baliqlarni osib qo'yib qo'yishadi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, baliqlarni nimasida arqonga ilib qo'yishadi iyunlarda. 1-iyunmida bolalar kuni bor o'sha narsa va bu yerda mana ibodatxonasidagi orqasida nimasi bor. Xudosi nima? Endi shunaqa nima qilib Yapon kunida o'rgatishadi. Kapitanlar har bir haftada ikkita bola tanlanadi. Bu kapitanlar o'qituvchilarga yordam beruvchi pionerlar. Oldin bizda bo'lardi. Va shu bolalar sekin-sekin liderlik nimasini o'rgatiladi. Ya'ni bu bolalarga katta mas'uliyat belgilanadi. Ya'ni bular o'zini bola sifatida emas, iloji boricha bog'chapa sifatida. Mana bularga ovqat tayyorlashda stullarni to'g'rilash, idishlarni olib borish mana bu yerda, bolalarni o'tkazish, boshqa nimada mana bular tayyorlanadi. Va har hafta bularga liderlik mas'uliyati beriladi va shularni biz captains deb ataymiz va hammasi biladi. Bu hafta Akihiko bilan Kanji. Keyingi hafta Kako degan bolalarning nomi Dan, Misako, Zoe, har xil chet elliklar nimalar ham bor. O'shalar bilan bizda ko'p xavflar ko'p. Yapon ismi-yu, lekin xavflar ham masalan Xitoy, Filippinlik, Koreys, yaponlar bilan aralashgan bolalar, metislar ko'p. Shunga nomidan bilsa bo'lmaydi. Va bizni Filippinlik o'qituvchimiz bor, Marvelni juda yaxshi ko'radi. O'sha hamma narsani happy dedim, o'sha Marvelous deydi, ya'ni juda ham kuchli happy degani. Ya'ni har bir Spider-Man, Hulk, Captain America shularni chizib bolalarni haliga qiziqtiradi juda. Va har birini o'sha aytganda yana o'zi qiziqadi. Juda yaxshi ko'radi. O'zi bola sevar odam ekanda. Mana bu bitta darslari o'sha ingliz tilida nimalarni grammatikasi, yangi so'z boyliklarini o'rgatish, qanaqa mana ko'ryapsizlar, 6 yoshga kelib o'zini gaplarini tuzish, alfavitni o'zi emas, o'qish, qanday grammatika ishlatish, nima fe'l, nima ot degan narsalarni tushunadigan bo'ladi. Va shunga olib boramiz biz. Dolphin class is so exciting, no? Dolphin sinfi juda ham qiziqarli, o'zini energetikasiga bor sinf deyiladi. Ya'ni bizni bu yordamchilarimiz. Keyingi yil maktabga chiqadigan bolalar ancha o'zini ushlagan, o'zini bosib olgan va shularni biz keyingi hayotga qo'yishga yordam beramizki, menimcha bu bolalar bu yerdan chiqib olgandan keyin u yapon bolalarga nisbatan ancha oldinga bo'ladi. Juda farq. Fikrlash, dunyoqarash, gapirish. Bizda feedbacklar bo'lgan chet elliklarga ketishadi ko'plar. Masalan, ota-onasi olib ketadi. Bir boshida olib borganimda gapirolmay yig'lab nima qilardi. Sizlarni bog'chalikdan keyin shunaqa gapiradigan bo'lib ketdi deydi. Hamma bilan ko'rishib, qalaysan, yaxshimisan, uyalmasdan boshqa odamlar bilan chiqib ketadi-da. Mana shu o'zi niyatimiz ham shu, maqsadimiz ham shu. Shu bolalarimiz lider bo'lib, outgoing, ya'ni hamma bilan bemalol chiqib ketadigan, kommunikabilni, hamma bilan bemalol gaplashib, o'zini fikrini ifoda qiladigan bolalarni yetishtirish. Yapon bolalarning hammasi o'zi ajalab turadi. Yaponlar kommunikatsiya qila olmaydi, jamoatga qo'shilib keta olmaydi, hamma bilan chiqib keta olmaydi. Chunki Yapon ota-onalar juda yaxshi ko'rishadi bu maktabimizni. Chunki biz shu narsani gapirtiramiz, o'ynattiramiz, qo'llari bilan o'sha mehnat qilishga yordam beramizki, shu bolalarni ritorikasi, miyasidagi kognitiv o'sha nimalar ishlasin, molekulalari. Agar yaponlar ham mana shunaqa atmosferaga kirib bo'lsa, biz ham yaponlar bilan chiqib ketishimiz oson bo'ladi deyman. Nima deb o'ylaysizlar? O'zbekistonda shu bog'cha
yaxshi o'zini Shu boshqa ko'rsatamiz. biznes qanday ketadi? Nima deb o'ylaysiz? Programmamiz. Dahshat ketsa kerak deb o'ylayman. Xuddi shu narsani olib borib O'zbekistonga Yapon. tadbiq qilmoqchisiz. Endi shunaqa takliflar kelyapti, hali qaror qabul qilmadik franshaysing sifatida. Lekin o'sha joy partnyori yaxshi chiqsa, Yaponiyani programmasi, hamma biz o'rgatayotgan hamma nimalari plus o'qituvchilar yubormoqchimiz. Ya'ni ular shu narsani tatbiq etish uchun. Chunki bu programmani o'zini jo'natgan bilan bo'lmaydi, uni biladigan odam shuni yetkazilishi kerak. Buni yo'lganing Ekspert sifatida ular nima deydi? Bu yerdagi atmosferani chiqarib bera olmasa, foydasi yo'q. foydasi yo'q, shunaqa. Vau, jo'l ketsa kerak deb o'ylayman. Takliflar bo'lsa, iltimos kommentlarda qoldiringlar. Agar investorlar bo'lsa, iltimos bizga aloqaga chiqinglar. Shunaqa imkoniyat bor. Ya'ni O'zbekistondagi bolalarni Yaponiyaga olib kelib, bir hafta, 2 hafta lager sifatida shu yerda o'qiydi, boshqa yapon bolalar bilan tajriba almashadi va shanba otliqlari Disneyland, Uenozu va boshqa zo'r Yaponiyani maroqli joylarini ko'rsata olamiz. 1-2 haftalik programma qilsak bo'ladi. Investorlar iltimos bizga aloqaga chiqinglar. Marioga chiqsa, Marioga, Odaybani, Legosiga olib borsak bo'ladi. dahshat bo'ladi bu. Men o'zim Osakani Universal Studios. Men o'zim ketgim kelyapti. Pulli bersangiz hammasini hal qilamiz. Kattalar uchun ham turist nimasini o'tkazsak bo'ladi. Ya'ni ota-onalar dam olish bilan bolalarning o'zini programmasi. Bo'ldi, kattalar. Ikkiga ajratsak bo'ladi. Kattalarni o'zim Men bolalarni hal qilaman. Men o'zim gidlik qilaman kattalarga. Kattalarga bu xudoy berdi.